oyiga $3000 bemalol uy sharoitida topsalaring bo'ladi. Attachment, vadamitsion, travertin ishlab chiqarib juda zo'r daromad qilsangiz bo'ladi. Narxlari $2500 dan boshlanadi. Xohlasa ovorib dastlabki ustanovkasi retseptlarini o'rgatib berishadi. Eng yaxshi tomoni, nima mahsulot ketadigan bo'lsa, retseptlarni o'zlaridan sotib olaverasizlar. Baklashga deysizmi, qumlari deysizmi, hamma narsani. Shuni ham ishlab chiqarib yaxshigina daromad qilsangiz bo'ladi. Bu 95 ming so'mga atrofiga tayyor bo'ladi. Akalarimiz buni 130 mingdan sotishyapti atrofdagilar. Bundan ham so'raganlarga qilib berilaveradi. Eng yaxshi tomoni, akalarimiz mutaxassisligi uchun juda ko'pchilik chiqib shu biznesni o'rgatinglar bizga, yo'lga qo'yib beringlar. Boshqa joydan retsept o'rgandik, sizlardaqa ishlab chiqara olmayapmiz deyishyapti. Pastda nomerlarni qoldiraman, Ravshanbekdan oldim. Salang chiroyli holatda qilib beriladi. Xolasangiz buni oling, xolasangiz buni. 3 ta biznesni birdaniga qilsalaringni akalarimiz bonus qilib berishadi. Dastlabki ustanovkalar bor. Nomerlarni qoldiring, Ravshanbekdan oldim. Salang chiroyli qilib berishadi.